Assalomu alaykum kanalimiz aziz obunachilari. Bugun sizlar bilan birgalikda ingliz tilida conjunctions ya'ni bog'lovchilarni o'rganamiz. Demak bizda asosiy 5 ta bog'lovchilar mavjud. Bular birinchisi and, but, or, so va oxirgisi because. Hop, endi bizda savol tug'iladi. Bu bog'lovchilarni o'zi tarjimasi qanaqa? Va gapda qanaqa vaziyatlarda keladi va nima uchun ishlatamiz? Degan savollar bizda paydo bo'ladi. Endi men bularni hozir har birini birma-bir misollar orqali tushuntirishga harakat qilaman. Qani bo'lsam ketdik. Birinchisi bizda and, ya'ni andni tarjimasi va degani. Va biza buni asosan qo'shimcha ma'lumot berayotganda ishlatamiz. Ya'ni misol uchun I have a pen. Menda bitta ruchka bor. Endi men gapni uzunroq qilmoqchiman va qo'shimcha ma'lumot beryapman. Va bu vaziyatda and a pencil va bitta ruchka ham bor. Ya'ni gapni davomini uzaytirish uchun ham ishlatamiz. Keyingisi she likes bananas. U bananlarni yaxshi ko'radi. And apples va olmalarni ham. Ko'rib turgan bo'lsanglar, gapda biza qo'shimcha ma'lumot beryapmiz. Shu sababda ham andni ishlatdik. Keyingisi bizda but. Butni tarjimasi ammo, lekin deb tarjima qilinadi. Va gapda biza asosan buni qarama-qarshi fikr berayotganda ishlatamiz. Misol uchun I like coffee, but I don't like tea. Men kofeni yaxshi ko'raman, lekin choyni yomon ko'raman. Biza bitta choyni yomon ko'rishimiz, ya'ni qarama-qarshi fikr beryapmiz. Shu sababda ham butni ishlatishimiz kerak. Yana bir misol ko'radigan bo'lsak, he's tired but he's working. Ya'ni u charchagan, ammo ishlayapti. Bu yerda ham qarama-qarshi fikr berilyapti. U charchagan bo'lsa ham hali ham ishlayapti. Keyingisi bizda or. Or'ni tarjimasi yoki degani. Biz buni asosan tanlov uchun ishlatamiz. Ko'proq ikkita narsa o'rtasidagi tanlov uchun. Misol uchun, do you want to eat ice cream or cake? Tort yeyishni xohlaysizmi yoki muzqaymoq? Ya'ni bizda bu yerda tanlov ketyapti. Shu sababdan ham or'ni ishlatdik. Keyingisi we can go by bus or taxi. Biza avtobusda yoki taksida borishimiz mumkin. Bu yerda ham ikkita transport o'rtasida tanlov ketyapti. Shu sababdan ham biza or'ni ishlatdik. Va bizda keyingisi so. So'ni tarjimasi shuning uchun, shu sababli deb tarjima qilinadi. Va biz natijani aytganda ishlatamiz buni asosan gaplarda. Misol uchun, I was tired, so I went to the bed. Men charchagan edim, shu sababdan uxlashga yotdim. Ya'ni biz bu yerda charchaganligimiz sababli uxlashga yotganmiz. Ya'ni bu yerda aniq sababni beryapmiz, ya'ni natija. It was cold, so I wore a jacket. Havo sovuq edi, shu sababdan men kurtkamni kiyib oldim. Va oxirgisi bizda because. Ya'ni biz because'ni asosan chunki deb tarjima qilamiz. Va buni asosiy gaplarda sababni aytish uchun ishlatamiz. Misol uchun, I stayed at home because I was tired. Men uyda qoldim, sababi charchagan edim. Keyingisi, she's happy because she passed the exam. U xursand sababi imtihondan o'tdi.
Sizlarga o'rgatmoqchi bo'lganlarim shundan iborat edi. Agar video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.